Hammaga salom, men ismim Asal va men 2025-2026 yil Flex finalistiman. Bugun men qanaqa qilib Flex yutganim, qanday Amerikaga kelganim, Flex programmasi o'zi nima, hammasini boshidan oxirigacha aytib bermoqchiman. Flex programmasi bu Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan 100% qoplanadigan programma. Agar siz Flex yutsangiz, sizga borib kelish samolyoti, 1 yil yashash uchun mezbon oila, Amerika maktabida 1 yil o'qish imkoniyati, oyiga $200 stipendiya va yana ko'p narsalar, ko'p imkoniyatlar bo'ladi. Flex programmasida qatnashish mutlaqo bepul va juda ham xavfsiz. Amerikaga Flex programmasi bo'yicha kelgan hamma o'quvchilarga koordinator beriladi, koordinator bo'ladi va u har doim o'quvchilardan xabar olib turadi va oilalar ham biz bu yerga kelishimizdan oldin shuncha 1-2 oy yaxshilab tekshiriladi, yaxshi oilalarga beriladi o'quvchilar va bu taraflar umuman muammo bo'lmaydi. Men Flex programmasi haqida 2 yil oldin bilib qo'yganman. YouTube ko'rib o'tirganimda bitta finalist qizni videosi chiqqandi. 16 yoshimda Amerikaga ketdim degan. Keyin qiziqib ko'rib, men ham topshirishni niyat qilib topshirib ko'rganman, lekin birinchi topshirganimda даже birinchi topshiriladigan onlayn bosqichidan ham o'tolmaganman. Ikkinchi marta topshirganimda baribir o'zimda katta o'zgarish bo'lgandi va o'zim topshirganimda men bu safar aniq finalist bo'laman, aniq bu safar Amerikaga ketaman deb topshirgan edim va mana hozir Amerikaning Arizona shtatidaman. Oldin Flex bosqichlaridan boshlaymiz. Qanday bosqichlar bor, nima bo'ladi shulardan. Keyin o'zimda bo'lgan experiencelar, nimalar bo'lgani, birinchi topshirganimda qanaqa xatolar qilganim, nega o'tolmaganim haqida va ikkinchi topshirganimda nimalar qilganim, shularni hammasi haqida aytaman. Unda Flex haqida boshladik. Flex programmasida umumiy 3 ta raund bo'ladi. Birinchi raund va ikkinchi raund onlayn bo'lib o'tadi. ICE American Consuls degan saytda opisiyaga qoldiraman. Shu yerga kirib onlayn application to'ldirasiz. 3-raund esa offline bo'ladi. Siz yashaydigan shaharga yaqinroq shaharda bo'ladi. Siz agar 1 va 2 bosqichdan o'tsangiz, sizga email yuborib sizni chaqirishadi. Va birinchi bosqichda 3 ta essay yoziladi. Bunga taxminan bizga 10 kun berilgandi, lekin hozir bu o'zgargan, sal kamroq bo'lib, где-то 5 kun, 8 kun shunaqa orasida beriladi. Faqat 3 ta essay. Keyin siz 3 ta essayni tugatib, topshirganingizdan keyin sizga 24 soatning ichida rating uchun emailga link keladi. Bu link hammaga keladi. Birinchi raundni tugatgan hammaga link yuborishadi rating testi uchun. Bu ikkinchi bosqich, lekin hamma o'tadi. Bu testda 12 ta savol bo'ladi faqat va juda ham oson. Agar darajangiz B1, B2 bo'lsa, bemalol ishlay olasiz. IELTS'ning savollariga o'xshaydi, lekin undan osonroq. То есть IELTS'ning readingidan osonroq tekst, osonroq vocabulary, hammasi osonroq. Keyin shu bilan hammasi tugaydi. 1-2 oyga. Birinchi raundda unaqa qiyin grammatik struktura, qiyin lug'atlar ishlatib yozilishi shart emas va agar sizni darajangiz unaqa bo'lmasa, darajangiz B1, B2 bo'lsa aslida, lekin siz ideyani o'zingiz topib, keyin yozib, ChatGPTga mana shu meni essayim, buni grammatikasini o'zgartirib, lug'atlarini o'zgartirib, yaxshiroq qilib yozib ber desangiz, то есть shunaqa qilib tashlasangiz, u juda ham sizga yomon ta'sir qiladi, chunki siz 3-raundda offline topshirasiz va 45 daqiqaning ichida 3 ta essay yozishingiz kerak. U yerga borganingizda siz 45 daqiqaning ichida unaqa qiyin lug'at, struktura, grammatik unaqalar yoza olmaysiz, menimcha ulgurmaysiz ham o'ylanishga. То есть agar sizga GPT yozib bergan bo'lsa, unda вообще problema bo'ladi. Chunki ular
birinchi raund va uchinchi raunddagi esselaringizni solishtirishadi. Uchinchi raundda essay yozish qismi aynan shuning uchun ham bor. Birinchi raunddagi essaylarni o'zingiz yozdingizmi yoki sizga kimdir yozishga yordam berdimi, shuni tekshirish uchun. Va agar siz birinchi raundda yozgan essaylaringizda juda ham ko'p advanced so'zlar, ya'ni qiyinroq so'zlar ishlatib, qiyinroq grammatikalar ishlatib yozgan bo'lsangiz va uchinchi raundda unaqa emas, oddiy so'zlar ishlatib, oddiy grammatik strukturalarda yozsangiz, ular sizni birinchi raunddagi essaylaringizni o'zingiz yozmagansiz deb o'ylab, srazu fail bosib yuborishadi va sizni intervyuingiz boshqa uchinchi raunddagi boshqa qismlarga qarab ham o'tirishmaydi, tekshirishmaydi ham. Shuning uchun birinchi raunddagi essaylaringizni men o'zingizlar yozishinglarni tavsiya qilaman. Ikkinchi raundda xuddi shunaqa holat bo'ladi. Ikkinchi raunddagi readingni ham o'zingizlar ishlaganinglar ma'qul. Chunki uchinchi raundda yana reading test bo'ladi va agar siz ikkinchi raunddagi reading testda juda ham zo'r natija ko'rsatgan bo'lsangiz, lekin uchinchi raunddagi reading testida natijangiz unaqa yaxshi bo'lmasa, uni ham o'zingiz ishlamagingizni bilib qolishadi. Baribir bilishadi. Shuning uchun o'zingiz ishlaganingiz juda ham yaxshi. O'chib qoldi. Xo'p. O'zingizlar ishlaganinglar juda ham yaxshi va reading umuman hech nimaga ta'sir qilmaydi. Birinchi va ikkinchi o'sha ikkalasi umumiy olinadi va undan uchinchi bosqichga o'tish uchun ko'pincha essaylarga qarashadi. U essay va readingni keyin uchinchi raundda yana yangi ishlaganingiz bilan solishtirishadi. Endi yana birinchi raunddagi essaylarga qaytamiz. Nima haqida yozish kerak va nimalarni yozmaslik kerak? Ko'pincha birinchi raundda siz hayotingizda bo'lgan voqealar haqida yozasiz. Masalan, hayotingizda bo'lgan katta o'zgarish va bu sizga nimani o'rgatgani. Va siz buni ko'proq flexga bog'lab yozishingiz kerak. Masalan, siz hayotingizda bo'lgan va sizga qanaqadir o'zgarish qilgan любой bir voqea haqida yoza olmaysiz. Bu qanaqadir flexga bog'langan o'zgarish bo'lishi kerak sizda. Chunki ular ko'proq flexga bog'liq to'g'ri kelasizmi yo'qmi shuni qidirishadi. O'zgarishlarni ham shu qanaqa o'zgargansiz, shu flexga mos keladigan tarafga o'zgarganmisiz, shularni qidirishadi. U umuman boshqa narsa out of topic bo'lib ketadi. Umuman savolga to'g'ri kelmay qoladi. Savolga to'g'ri kelsa ham flexga to'g'ri kelmay qoladi. Shunga masalan katta o'zgarish, maktab almashlaganingiz, boshqa shaharga ko'chib o'tganingiz, agar shunaqa rostdan ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, shunaqa yozganingiz ma'qul. Chunki flexda ham boshqa maktabga, boshqa umuman yurtga ko'chib o'tasiz va ular sizni buni qanday uddalaysiz, qanaqa bo'ladi, shuni bilish maqsadida shunaqa savol berishadi. Shu flexga bog'liq va siz ham shu flexga bog'lab yozishingiz kerak. Xo'p, ikkinchi raund eng oson raund va uni faqat o'zingiz ishlab topshirsangiz bo'ldi. Muhimi o'zingiz ishlaganingiz va boshqa narsaga unaqa e'tibor berishmaydi. Aytganimdek, ikkinchi raund haqida aytadigan boshqa narsa qolmadi. U eng oson, oddiy raund. Endi uchinchi raundga o'tamiz. Uchinchi raundning javoblari odatda oktyabr, noyabrda chiqishni boshlaydi va bu viloyat-viloyat chiqadi. Masalan, o'tgan yili birinchi bo'lib Xorazm va Qoraqalpog'iston chiqqandi va birinchi bo'lib O'zbekistondan Xorazm, Qoraqalpog'istonni, hammasi ichida eng birinchi bo'lib men yarim finalist bo'lganman. Agar siz uchinchi raundga o'tgan bo'lsangiz, sizga email keladi va bu emailda uchinchi bosqich qayerda bo'lib o'tishi, nimalar bo'lishi, shunaqa uchinchi raund haqida informatsiya bo'ladi va odatda u emaildan tashqari telefon ham qilib aytishadi. Lekin ular faqat yarim finalist bo'lganlarga telefon qilishadi. O'tdingiz deb yarim finalist bo'lmaganlarga odatda telefon qilishmaydi va ularga 3-4 kundan keyin email keladi. Oldin yarim finalist bo'lganlarga, keyin bo'lmaganlarga. Uchinchi bosqich bu eng qiyin bosqich va
uchinchi bosqichda birinchi bo'lib 45 daqiqaning ichida 3 ta essay yoziladi. Bu sizga bitta A4 qog'oz beriladi va shu qog'ozga 3 ta essayni hammasini sig'dirib yozishingiz kerak. Agar siz masalan bitta essayni bitta tarafiga, ikkinchi essayni ikkinchi tarafiga yozsangiz, sizga 3-chi essay uchun yana boshqa qog'oz berilmaydi. Shunga qarab so'zlaringizni kamroq qilib yoki kichkinaroq qilib yozish kerak. Undan keyin intervyular va jamoada bo'ladigan o'yinlar bo'lib o'tadi. Bular hamma uchun har xil vaqtda, hattoki har xil kunda ham bo'ladi. Hammani jamoalarga bo'lishadi, 5 ta, 6 tadan. Bu jamoadagi o'yin ko'pincha siz masalan Amerikaga borganingizda umuman tanimagan odamlaringiz bilan kelishib keta olasizmi? Qanaqa jamoada ishlay olasiz? Shuni bilish uchun bo'ladi va bunda ko'pincha friendly bo'lib ishlagan yaxshi. Va bu o'yinlar oddiygina o'yin bo'ladi va bu o'yinda siz yutasizmi, yutmaysizmi, bu sizni finalist bo'lishingizga umuman ta'sir qilmaydi. Muhimi siz yaxshi lider bo'lmasangiz ham oddiy yaxshi inson bo'lsangiz bo'ldi. Bu jamoadagi o'yin odatda har bir jamoa uchun har xil bo'ladi. Masalan, bizga shunaqa deyishgan, sizlarda imkoniyat bor, xohlagan joylaringizga borib qola olasizlar va o'zlaringizlar bilan bitta narsa olib keta olasizlar. Shuni o'ylanglar va bizga borgan joylaringizni, olib ketgan narsalaringiz bilan kichkinagina film qilib beriladigan. Keyin muhimi shunaqa jamoadagi o'yinda faqat o'zingiz gapirib, lider bo'laman deb boshqalarni gapirishga yo'l qo'ymay, faqat o'zingiz gapirib, boshqalarni tinglamay, u umuman yaxshi emas. Lider deganda boshqalarni eshitib, boshqalarga quloq solib, ular bilan maslahatlashib, shunaqa qilish kerak. Keyin kichkina film qilganimizda har kim o'ziga rol tanlab oldi. Kimdir olim bo'ldi, kimdir sayohatchi bo'ldi. Shunaqa ko'p gapirib, ko'p narsalar qiladigan rollarni tanlab finalist bo'laman deb o'ylash to'g'ri emas. Chunki men o'sha kichkina filmda monster bo'lganman va umuman gapirmaganman. Hech nima umuman gapirmaganman. Olim, sayohatchi, yana kimlardir, ular faqat gapirib shu payt lekin o'ylaganman, to'g'risi umuman gapirmadim. Menda shans kamroq bo'lsa kerak deb ham o'ylaganman, lekin yo'q, men monster bo'lib turib ham finalist bo'lganman. Ular o'sha olim, sayohatchi bo'lib ham bo'lmaganlar. Keyin odatda ko'p finalistlarning videolarini ko'rganimda har bir jamoadan bitta finalist olishadi deb aytgan finalistlar, lekin unaqa emas. Ko'p odamlar bitta jamoadan bitta finalist oladi deb o'zini jamoasidagini o'ziga raqib qilib ko'radi va undan zo'rroq bo'lishim kerak deb shunga harakat qiladi. Lekin siz o'zingizni shu finalist bo'lishga loyiq qilib ko'rsatib bera olsangiz bo'ldi. Masalan, meni komandamdan bitta men finalist bo'lganman, lekin meni bitta dugonamni komandasidan umuman hech kim finalist bo'lmagan va yana bitta tanishimni komandasidan 5 ta insondan 3 tasi finalist bo'lib, hozir uchalasi ham Amerikadalar. Shunga jamoadagilarni o'zingizlarga raqib qilib emas, prosta jamoadagi o'zingizlarni do'st sifatida qaragan yaxshi munosabatda bo'lib, raqib sifatida qaragan emas. Intervyuda kim nechinchi bo'lib intervyuga kirishini o'zlarimiz tanlaganmiz va bu kim nechinchi kirishini umuman ahamiyati yo'q. Finalist bo'lishga men 3-chi yoki 4-chi bo'lib kirganman. My host siblings. Xo'p, men 3-chi bo'lib kirganman va intervyu odatda 15 daqiqa, undan sal kamroq, undan yoki sal ko'proq bo'lishi mumkin. It's too loud because my dog barks a lot. Okay. Nima deyotgandim? Jamoaviy o'yindan keyin
odatda intervyu bo'lib o'tadi va intervyuda ko'pincha situasional savol berishadi. Masalan, kelajakdagi host oilangizdagi host singlingiz yoki host ukanggiz sizni yoqtirmasa nima qilgan bo'lardingiz, yoki ular siz dars qilayotganingizda musiqani ovozini baland qilib, siz sal pastroq qil desangiz ham pastroq qilmay o'tirgan bo'lsa nima qilasiz? Shunaqa savollar. Intervyuda qaysi tilda gapirishni o'zingiz tanlaysiz. Xohlasangiz o'zbek tilida, rus tilida yoki ingliz tilida, va bu umuman finalist bo'lishingizga ta'sir qilmaydi. То есть o'zbek tilida gapirsam finalist bo'lolmayman, rus tilida gapirsam bo'lolmayman, ingliz tilida gapirishim kerak deb o'ylamaslik kerak deb aytilgan. Flex tomonidan bu umuman ta'sir qilmaydi deb. Lekin bu yilgi finalistlar ko'psi ingliz tilida gapirishgan va o'zbek, rus tilida gapirishgani juda ham kam, lekin bor. Tanlovni o'zlaringizga qilasizlar. 3-raund to'g'risi eng qiyin raund bo'lsa ham juda ham qiziqarli va eng zo'r xotiralar beradigan raund. U yerda bunaqa ko'pincha hammaga raqib sifatida qarab, bunaqa qilgandan ko'ra do'st sifatida qarab, ko'p do'stlar orttirgan yaxshi va bu как раз finalist bo'lishingizga plus ham bo'ladi. Friendly bo'lganingiz. Men borganimda srazu hamma bilan tanishishni boshlaganman. Juda ham ko'p do'stlar orttirganman va hozir ba'zi do'stlarim finalist ham bo'lishgan. Bu juda zo'r. Va agar finalist bo'lmagan taqdirimda ham shunaqa finalist do'stlarim bo'lgan bo'lardi va shuning uchun ham do'stlar orttirishni tavsiya qilaman. Bu plus ham bo'ladi, o'zingizga ham kelajakda yaxshi bo'ladi. Bilmadim, mana shunaqa hisoblayman. Xo'p, endi o'zimning tajribalarim, experience'larim haqida aytib beraman. Birinchi Flex'ga topshirganimda men finalist, to есть hattoki yarim finalist bo'lmaganimning sababi men birinchi raundda yozgan esselarim umuman Flex'ga bog'liq emas edi. Men o'zim hayotimda bo'lgan voqeani yozganman, lekin bu prosta men hayotimda bo'lgan voqea va buni umuman Flex'ga aloqasi yo'q. Bu men Flex finalisti bo'lganimda menga hech qanaqa yordam bermaydigan shunaqa situatsiyalarni yozib tashlaganman. Ikkinchi raunddagi test esa umuman yarim finalist bo'lishga aloqasi yo'q. То есть umuman qarashmaydi u testga. Yarim finalist qilib sizni tanlashayotganda faqat esselaringizga qaraydi. Reading testga esa siz 3-raundda offline u yerga borib, reading test ishlaganingizdan keyin ikkalasini solishtiradi. Faqat shunda 2-raunddagi reading testingiz finalist, то есть keyingi bosqichga o'tishingizga aloqasi bo'ladi. Endi ikkinchi marta finalist bo'lganimda ikkinchi marta topshirganimda nega finalist bo'lganim haqida gaplashamiz. Ikkinchi marta Flex'ga topshirganimda yozgan esselarim juda ham Flex'ga aloqador mavzularda bo'lgan. Masalan, bittasida ota-onamsiz, bitta o'zim boshqa shaharga musobaqaga ketganim haqida, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, qanaqa yengib o'tganman, shu haqida yozganman. Keyingi yozgan essayimda Flex'dan o'ta olmaganim haqida yozganman. То есть undan oldingi safar topshirganimda meni qabul qilishmagani haqida va shu payti menda depressiya bo'lib qolgani, shular haqida yozganman va buni qanaqa yengib o'tganim, bu holatdan chiqib ketib, o'zimning ustimda ishlab, harakat qilib, yengilmasdan yana topshirib, shunaqa narsalar haqida yozganman. 3-bosqichga borganimda men уже yarim finalistlarning juda ham ko'pisini taniganman, chunki men u yerga borishimdan oldin Telegramda yarim finalistlar bilan guruh ochganman va u yerda biz ular bilan har xil o'yinlar o'ynab, voice chatlar qilib, уже juda ham yaqin bo'lib ketgandik. Shuning uchun men u yerga borganimda ular bilan tanishib, do'stlashib, yaqin bo'lib ketish unaqa qiyin bo'lmagan va menimcha bu friendly bo'lganim menga juda ham finalist bo'lishimga yordam bergan. Jamoaviy o'yin haqida уже aytib berdim va bu men uchun juda ham qiziqarli o'yin bo'lgan. Men anaqa lider bo'lmasam ham juda ham friendly bo'lganman va bitta bola kechga qolib kelgandi. Biz уже boshlab o'rgandik va hamma aytdim-ku, hamma o'ziga rol oldi deb.
sayohatchi, olim shunaqa narsalar rol olishgandi va ular o'zlari gapirish uchun o'zlariga gapiradigan gap o'ylashayotgandi. Menda gapiradigan gap yo'q edi, chunki men monster edim. Va men ana bolaga, kechga qolib kelgan bolaga hamma narsani tushuntirib, nima qilayotganimiz, kim nima bo'layotgani va unga qanaqa rol olishi mumkinligi haqida aytib, uni ikkinchi sayohatchi qilib, короче, uni ham o'zimizga qo'shib yuborganman. Chunki u kelib chetda hech nimani tushunmay prosta turgandi. Menimcha bu ham qandaydir ta'sir qilgan intervyu. Undan keyin chunki jamoa o'yin haqida aytishga hech nima qolmadi o'zi. 3-raundda men ingliz tilida gapirganman va menda ko'pincha shunaqa situatsional savollar bo'lgan. Bunaqa bo'lsa nima qilasan, unaqa bo'lsa nima qilasan degan. Lekin bitta ikkita boshqa savollar ham bo'lgan. Masalan, Amerikaga borganingda nima qilib ko'rmoqchisan, nima qilish niyating bor deb so'rashgan. Va men ispan tilini o'rganish niyatim bor. Ispan tilini o'rganmoqchiman deganman. Bizda O'zbekistonda unaqa kurslar ko'pincha yo'q va Amerikada maktabda o'rgansa bo'ladi. Shuni qilib ko'rmoqchiman deb aytganman. Keyin yana bitta shunaqa savol bor edi. O'zingni finalist bo'lishga eng zo'r kandidat deb o'ylaysanmi? Sen finalist bo'lishing kerakmi? O'zingni shunga loyiq deb hisoblaysanmi? deb so'rashgan. Men yo'q deganman. To есть, yo'q demaganman. O'zimni finalist bo'lishga eng birinchi o'rinda eng birinchi finalist bo'lishim kerak. Hammadan O'zbekiston bo'yicha eng birinchi finalist men bo'lishim kerak deb hisoblamayman deganman. Lekin shu hamma bo'ladigan finalistlarning ichidan men ham bitta shu finalist bo'laman deb hisoblayman deb aytganman. Keyin undan boshqa hammasi situatsional savol bo'lgan. Agar host oying senga yoqmaydigan ovqat pishirsa nima qilasan? Yana bir nimalar degan shunaqa savollar. Menimcha hamma narsani aytib bo'ldim. Уже 20 minutdan ham o'tib ketgan. Gapirganim, o'zim ham gapiraverib charchab ketdim. Ishonamanki, kimdir meni videomni ko'rib, menga o'xshab, men bitta qizni videosini ko'rib, Flex haqida bilib qolib, keyin topshirib finalist bo'lganman. Shu kimdir menga o'xshab, meni videomni ko'rib, shunaqa finalist bo'lishiga ishonaman. And hammaga omad. Good luck. Bye. Xayr.